Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 26-yil 9-mart sanasini asosan narx-navolarimiz to'g'risida bir tanishtirib o'tamiz. Bilasizlar, bizda MTZ hamda Lowell traktorlari sotiladi va ularga adakladigan agregatlar sotiladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa narx-navolar to'g'risida tanishtirishni boshlaymiz. 1025 2 traktorimiz 465 million so'm. Tak, 82 traktorimiz 3 tekjakli 365 million so'm. 82 bir traktorimizning bunda yana 2 xil varianti bor. Balishni и обычный. Обычный varianti 340 million, balishni varianti 355 million so'm. Undan keyin traktorimiz 892 2 traktorimiz 385 million so'm. 80.1 traktorimiz 315 million so'm. Undan keyin 1221 3 traktorimiz 585 million so'm. 952 traktorlarimiz bugun yetib keldi. 952 2 traktorimizni bugungi kundagi narxi 395 million so'm. Endi esa Lowell traktorlarimiz. Tak, Lowell 254 3 porshilli 25 at kuchini ega 4 balon ham tortadigan traktor. Bugungi kundagi narxi 115 million so'm. Tak, Lowell 504 bu bortovoy varianti, bu yerda yana parovoz varianti. Parovoz varianti 170 million, bortovoy varianti esa 218 million so'm. Lowell 704 traktorimiz 4 porshilli 70 at kuchli traktor. Bu traktorimiz bugungi kundagi narxi 182 million so'm. Lowell 404 traktorimiz 158 million so'm. Lowell 754 traktorimiz 75 at kuchli traktor. Bu traktorimiz bugungi kundagi narxi 275 million so'm. Lowell 904 traktorimiz 358 million so'm. Lowell 1104 traktorimiz 110 at kuchli traktor 400 million so'm. Keyin shu 1104 traktorimizni bunda yana kultivatsiya uchun mo'ljallangan varianti. Bizda 2 xilisi bor. Ikkisi 435 million so'm. Bu уже 76 ga tayyor turibdi. Bu esa 90 qator aralig'ini taxlanib turibdi, lekin ikkalasi 90, 60, 76 qator aralig'ini 5 perikadlik bemalol ishlov berib biladi. Endi уже bizda 6 porshilli traktorlarimiz boshlanadi. Lowell 1454 traktorimiz 145 at kuchli traktor. Bu 505 million so'm. Lowell 1654D traktorimiz 165 at kuchli traktor. Bu traktorimiz bugungi kundagi narxi 578 million so'm. Qisham toza traktorlarimizga ham bu yerda yana Lowell 1654 ni o'zi. Bu traktorimiz ham 165 at kuchli traktor. 700 million so'm. Keyin bunda yana Lowell 2004 200 at kuchli traktorimiz. Bu traktorimiz bugungi kundagi narxi 790 million so'm. Hozirda bizda Lowell traktorlarining eng kattasi bo'lgan Lowell 3004 300 at kuchli traktorimiz bugungi kundagi narxi 1 milliard 490 million so'm. LS 100 traktorimiz 88 at kuchli traktor, bahasi 315 million so'm. Agregatlarimiz narxlari 230 lik pochva frezamiz 54 million, 180 lik pochva frezamiz 48 million, 1,5 metrlik pochva frezamiz 42 million so'm. Bunda bog'bonlar uchun yama burimiz 18 milliondan. Silos apparatimiz Makka uchun mo'ljallangan 240 million so'm. Arkasında press podborchikimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 228 million so'm. 5 korpusli aylanma plug'imiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan Ullu firmaniki 205 million so'm. 4 korpusli aylanma plug'imiz Altler Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 175 million so'm. 2 metrlik diska baranamiz mini traktorlar uchun 75 million so'm. Bog' uchun 300 litrlik aprezgi vitilimiz 42 million. 165 lik kasilkamiz 39 million. Bunda bir qatorli Makka jo'xori uchun mo'ljallangan silos apparatimiz 65 million so'm. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 4,5 metrlik lazerli apparatimiz 250 million so'm. Keyin bunda yana bug'doy selkamiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 397 million so'm.
Yana bir bug'doy selkamiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 178 million so'm. Bundan paxta akadam pnevmatik selkamiz 4 qatorli 175 million so'm, 6 qatorlisi 225 million so'm bo'ladi. Rusiya davlatida ishlab chiqarilgan Navisnoy kultivatorimiz 130 million so'm. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan diskoy baranalarimiz 3 metrlisi 155 million so'm. Bu yanda esa 4 metrlisi 255 million so'm. Siz ushbu texnikalarni bemalol leasing, pritsiyana naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tganmiz. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, tushunmagan savollaringizga javob olsangizlar bo'ladi. Bizning filiallarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. O'zlaringizga yaqin yillardan, yaqin filiallardan borib bemalol texnikalarni olib ketsangiz bo'ladi.